Men o'sha yerni topdim dedi-yu, xuddi o'shandan bo'ldi. Doim bu magazinni Instagramda ko'rib borardim, lekin hech yetib borolmasdim. O'zidan-o'zi yo'limdan chiqib qoldi. Qidirmagan edim, lekin yo'limdan chiqib qoldi. Xursand bo'lib ketdim. Voy, o'sha magazin-ku dedim-da, u sinimlar bilan birga kirib chiqdik. Shunaqa chiroyli zakovkalar qaranglar, 13 mingdan ekan. Haqiqatdan ham shu narx bor ekan qizlar. Men bunaqa zakovkalarni qimmat narxlarda deb o'yladim. Abutda atigi 13 ming so'mga shunaqa chiroyli zakovkalar, bunaqa qizaloq bor, tanishliklarga jo'natib qo'ysanglar, mazza qilib borib qizlarini maktabga, bog'chaga chiroyli qilib sochligini turmaylab jo'natib yuborishdi. Hattoki idish tovoqlari ham atigi 13 ming so'mdan men qoyil qolib ketdim. Men o'zi idish tovoq jinnisiman. Shu chexolga ham olsanglar bo'lar ekan. Sizlar ham bitta kiyib ko'ringlar, juda ham zo'r narsalar. Hammasi men magazinlardan ancha qimmat narsalar olgan ekanman, lekin bu yerda 13 ming so'm shunaqa asabiylashdim. Mayli, Alloh barakasini bersin. Sizlar adashmanglar. Mana shunaqa chiroyli idishlarni olib, uyingizga dekorativniy qilib yasatib qo'ysanglar ham bo'ladi. Biz o'zi boshqa narsaga borganimiz uchun atigi 3-4 ta narsasini oldik. Endi keyingi safar ko'proq narsalarni olib olishga harakat qilamiz. Kimga kerak bo'lsa, men qilib ketaman qizlar.